Salom hammaga. Men Sardor. Hozir men sizlarga e-futbolda region almashtirishni o'rgataman. Sizlarga foydali bo'ladi deb umid qilaman. Mana hozir kirib oldik bo'lar. Mana bular hozir kirib oldik. Qaranglar. Qildana. Kim biz oldin meniki oldin O'zbekistonni Japonga o'tkazib olganman. Tan oldin birinchi o'rinda sizlarda Konami ulangan bo'lishi kerak. Ulanmagan bo'lsa bunga o'xshamaydi. Ulangan bo'lishi kerak, o'shanda o'xshaydi. Hozir foydalanib olishlaring kerak. Hozir qilmasalaring o'tib qoladi. Japan, Turkiyaga o'tsalaring, mana yulduzlarga kelgan yulduzlarga 3 ta free beradi. Mana Turkiya pakiga. 3 ta free beradi. O'shandan foydalana olasiz agar Turkiyaga o'tsangiz. Men hozir Japandan hozir bunaqa free o'yinchilar berdi. Bular kerak, hammasi kuchsiz o'yinchilar. Mana birinchi o'ringa chiqamiz. Chiqib turib Google'ga kiramiz. Google'da My Konami deb yozamiz. Konami mana. My Konami. Kimani chiqadi? Mana sayt chiqadi. Mana shu saytga bosasiz. Yaxshi bo'lsa tez kirishamiz. Birinchi o'rinda mana loginni bosasizlar. Pastga kirib turib agar biror narsada to'ntasizlar, keyin loginni bosasizlar. Loginni. Mana xullas mana shu ko'rasizlar. Bosib sizlarda o'tadi-da. Mana o'zi o'tib qo'yapti. O'zbekiston. Bu o'zim region. Bo'la mana shu saytga kirasizlar xullas. Kiradi. Loginni bosasizlar. Keyin menu degan joy chiqadi-da, menu. Bular o'sha My Konamiga kirasizlar, loginni bosib, loginlaringni kiritasizlar. Keyin menu degan narsa chiqadi. Menyudan keyin information degan bitta joy bor-da. My information degan joy bor. O'sha joyda bossalaring, keyin region chiqadi. Regionni bosasizlar. Bunaqa qilib emallaringga anaqa kelib, o'shani keyin 65 so'mga almashtirish mumkin keladi. Hammaga xayr. Mana hozir o'rgatdim. Hammaga xayr. Sizlar bilan Sardor.